Yana bir bessrочный запретni bekor qildik aziz yurtdoshlar. Akamizni hozircha xabari yo'q. Hozirda sizlar bilan birgalikda qo'ng'iroq qilib, akamizni reaksiyasini tekshiramiz aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum, sizlar bilan Ibrohimjon Ahmadjonov. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom, Ibrohimjon yaxshimisiz? Ikrom to, ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat, xudoga qaray, o'zlaring ham. Tabriklasak bo'laveradi. Xudo xolasa, zapretingiz bekor bo'ldi. To'liq. O'zlaring ham qulluq olsin, katta rahmat. O'zi bir ikki kundan beri shu nimamdan hayolimdan o'tib telefon qilaymi yo bezovta qilamanmi? Bo'lib qolsa o'zlari telefon qilishardi. Уже bo'ldi, xudo xolasa. Ketsangiz O'zlaring ham bo'laveradi. nimalaringiz ham buyruqqa erishing. Do'maringizni bering, bola chaqangizni baxtli otangizga, baxtli otangizga baxtli joyim sog'laman. Xudo bo'lamiz Ibrohimjon, katta rahmat. Xudo xolasa kelsangiz yana bir Boristondan telefon qilaman bo'lmasa Ibrohimjon, gap yo'q xudo xolasa. bo'ldi. Ko'rishamiz Alloh nasib qilsa. Mayli aka, xo'p. Joni sog' qilsin. Yaxshilik ko'rishaylik. Sog' bo'ling aka, xo'p. Bola rohatini ko'ring. Xo'p, aka, rahmat. Mayli, tinch bo'ling. Akamizni Rossiyaga kirishga bessрочный PP10 часть 1 statuya 27 federal qonun bo'yicha zapretlari bor edi. Aziz yurtdoshlar, hozirgi kunda bu akamizning zapreti to'liq bekor bo'ldi va Rossiyaga bemalol kirishi mumkin aziz yurtdoshlar. Agarda sizlarga zapret, deport tekshirish va ularning ishonchli yetish xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga Telegram, WhatsAppdan yozib murojaat qilishinglar mumkin aziz yurtdoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.